Fayzem kompaniyasi so'nggi 5 yil ichida qaysi yo'nalishlarda o'sishga erishdi? Aynan shu savollarga bugun korxona rahbari Nurullo Latipovdan javob olamiz. Siz videoni oxirigacha ko'ring, sababi video oxirida maxsus sovg'amiz bor. Assalomu alaykum. Abi. Assalomu alaykum. Siz assalomu alaykum Nurullo aka. Yaxshisizlar? Videomiz bo'yicha sizga savollarimiz bor edi. Shunga ozgina vaqtingizni olamiz. Maylimi? Xo'p. Ichkariga o'tsak bo'lmasam. Nurullo aka, birinchi savolim, Fayzem kompaniyasida o'zi 5 yil ichida nimalar o'zgardi? Xo'p, bizim kompaniyamizda karantin paytidan 2020-yildan oladigan bo'lsak, sezilarli darajada o'zgarishlar bo'ldi. Har tomonlama o'sishga erishdik. Xodimlar tomonidan qaraydigan bo'lsak, 500 nafardan hozir 3 barobar o'sishga erishganmiz. Eksport salohiyatimiz, ishlab chiqarishimiz har tomonlama o'sgan. Mana shu turgan hozir ishlayotgan binoyimiz ham 2020-yil karantin payti o'z ish faoliyatini boshlagan. Fabrikamiz 3x o'sishga erishdi desak bo'ladi 5 yil ichida. Zo'r. Shu 5 yil ichida bo'lgan o'zgarishlarni 3 ta so'z bilan ta'riflasangiz nima deya olasiz? 3 ta so'z. Masshtablashish, yana ham texnologiyalar bo'yicha rivojlanish. Yana nima desak bo'ladi? Masshtab, texnologiya va sifat nazoratida sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishda ancha rivojlanish. Masshtab, texnologiya va sifat. Shunaqa. Nurullo aka, so'nggi 5 yil ichida bo'limdagi jarayonlarni yaxshilash uchun qaysi texnologiyalar olib kelindi? Hozir aytib o'tganimdek, 5 yil ichidagi rivojlanishimiz bu nafaqat xodimlar yoki ishlarni ob'yomini ko'payishi bilan bog'liq emas. Bu narsa texnologiyalar bilan ham bog'liq. 5 yil ichida eng zamonaviy va eng kerakli texnologiyalarni olib kelishga harakat qildik va olib keldik. Yaqinda kelgan texnikalarimizdan biri bu cho'ntak apparatimiz. Bu biz tikayotgan trikolar, spatikalar jarayonlarini, cho'ntaklarini o'zi tikib beradi. Bu hozir bitta apparat nechta xodimda ishini oladi, yaxshilab beradi? Bu bizning 9-apparatimiz. Bunaqadan 9 ta bor. Bularning har biri tezligi har xil, chunki chiqqan yiliga, olgan yilimizga qarab bular ham endi yana ham mukammallashgan. Bu apparatni oladigan bo'lsak, 7-8 ta xodimning ishini qila oladi. Bitta apparat 8 ta xodimning ishini oladi. Shunaqa. Eskilari bor, 3 yil oldin olinganlari bor. Ular 4-5 ta odamning ishini qiladi. Sifatiga, aniqligiga javob beradi apparat. Sifati zo'r, aniqligi zo'r. Buni eng yaxshi tomoni standart bir xil ko'rinishda chiqadi ham ishlarimiz. Qaysidir ishimiz endi odam faktori bo'lgani uchun farq bo'lib qolishi mumkin, lekin bunda hammasi bir xil chiqadi. Nurullo aka, yana bitta savol, bu apparatni olib kelishga nima qaror qilgansizlar? Qaysi qarordan keyin? Nima sabab bo'lgan? Bizning qarorlarimiz birinchi o'rinda shu standartlashuv. Hamma mahsulotimiz bir xil standart ko'rinishda bo'lsin degan maqsadda qilganmiz. Keyin bu cho'ntak eng qiyin jarayonlardan biri, trikolarda, boshqa narsalarda shuni osonlashtirish uchun bunga sarflanayotgan ishchi xodimlarni boshqa jarayonga ko'paytirib, ob'yomni ham oshirish uchun qilganmiz. Masalan, 30 ta odam bilan 1000 ish chiqarayotgan bo'lsak, bu bilan ko'proq chiqara olamiz. Va aniqlik kafolatlanadi bu. Va aniqlik, sifat, standartlashuv kafolatlanadi. Bo'lsa, keyingi bosqichga o'taramizmi? Oxirgi bo'lgan o'zgarishlardan biri Fayzemda to'quv bo'limini Nayman filialiga ko'chirdinglar. Shunaqa. Buni sababi nima bo'ldi va bundan keyin korxonada nima pluslar bo'ldi? Bu o'zgarish. Xo'p, uning asosiy sabablaridan biri ishlab chiqarish hajmini biz oshirish niyat qilgandik. Lekin uni o'zi eski turgan binosida buning ilojisi yo'q. Sababi to'lgan edi. Yangi, kattaroq, zamonaviyroq binoga chiqdik va qo'shimcha stanoklar xarid qildik. Qo'shimcha stanoklar joylashtirdik. Bu esa bizga ishlab chiqarish hajmini to'quvda oshirishga yordam berdi. Bir necha barobarga oshgan o'zi. Shunaqa. Fayzemda uzoq yildan beri ishlab kelayotgan xodimlar siri nimada? Ular nimaga doim shu yerda ishlaydi? Bilamiz, bir necha yildan beri ishlayotganlar bor, bir necha 10 yildan beri. Nimaga aynan Fayzem? Shunaqa 5 yil, 10 yil, 15 yildan beri ishlayotgan xodimlarimiz bor. Menimcha buni sizlar o'zlaridan so'rasanglar yaxshi. Xodimlarni o'zida. Shunaqa. Zo'r. 5 yil ichida tekstil bozori qanchalik o'zgardi? Mijozlarning talabi qanchalik o'zgardi? Xo'p, 5 yil ichida shu karantin paytidan boshlab oladigan bo'lsak, karantindan chiqqandan keyin tekstil mahsulotlariga, ya'ni arzon segment mahsulotlariga talab juda oshib ketdi.
Buning natijasida tekstil fabrikalar ham ko'p ochilishni boshladi. Hamma harakat qildi. Lekin hozir mana 2025-yilga kelib, uje arzon segment borgan sari kamayishni boshlayapti. Uje endi sifatga va boshqa kriteriyalarga klientlar qarashni boshladi. Ya'ni vaqtida ishlab chiqarish, aytilgan suruvdan qolib ketmaslik, sifat ularda talab natijasida bo'lishi, uje hammasiga qarashni boshladi. Bu esa uje fabrikalarda o'zini ustida ko'proq ishlashga majbur qildi. Bir tomondan bu yaxshi, chunki biz arzon segmentdan endi keyingi bosqichga chiqishimiz kerak. Keyingi bosqichga. Klientlarning bu talabi va talabini qondirish bo'yicha biz harakat qilishimiz bu bizga katta plyus bo'ladi. Faqat o'sish olib keladi. Faqat o'sish olib keladi. Sifat deganingizga aka, keyingi savolim, korxonada sifatni qanday ushlab turasizlar? Mahsulot sifatini. Ikkita filial bor. Ikkita filialdagi mahsulotlar chiqishi. Ushlab turishni o'zingiz ham ko'rdingiz. Texnologiyalar joriy etamiz. Chunki odam faktorini, odam buzib qo'yadigan joylarini qancha kamaytirsangiz, uje sifat yaxshilashadi, xatoliklar kamayadi, standartlashadi. Ikkinchi narsamiz, har bitta mahsulot 3 ta kontroldan o'tadi. 3 ta. Bu narsa haqida biz oldin ham gapirganmiz. O'zimizning filiallarimizda har birida tayyor bo'lgan mahsulot, qadoqlangan mahsulotni tekshiradigan alohida komandamiz bor. U yerda 3 kishi ishlaydi. Har bir tayyor bo'lgan partiyani tekshiradi, ularning nazoratidan o'tsa, ular okey bossa, keyin u mahsulot skladga omborga jo'natiladi. Demak, sifat nazorati kuchli olib boriladi. Shunaqa, u kontrolchilar faqat menga va ish boshqaruvchimizga bo'ysunadi xolos. Demak, tikuvchi, master hech kimga bo'ysunmaydi. Zo'r. U okey bersa o'tadi, okey bermasa o'tmaydi. Shu bilan ta'minlanadi. Shunaqa. Zo'r. Nurli aka, navbatdagi savolimiz, texnologiya jihatidan keyingi katta qadam qaysi bo'limda bo'ladi? Hamma bo'limlarimizda bo'ladi. Biz ishlab chiqarishimizni tezlashtiradigan, yana ham sifatli qiladigan texnikalarni qidirishdan to'xtamaymiz. Bu narsa bo'yicha har doim, har kuni izlanish olib boramiz. Foyda keltiradigan texnikalar topadigan bo'lsak, albatta joriy qilamiz bu narsani. O'zi texnologiyani joriy qilish asl sababi nimada? Sifatni doim bittada ushlab turishmi yo boshqa sababmi? Shunaqa, ham sifat, ham tezlik. Nurli aka, navbatdagi 5 yillikda Fayzem kompaniyasi nimalarni reja qilyapti? Xo'p, keyingi 5 yillik haqida gapiradigan bo'lsak, yaqin 3 oyda yangi fabrikamiz ishga tushadi. Xo'jaobodning Manang qishlog'ida. U yer ham 500 kishilik ish o'rni, tikuv fabrikasi bo'ladi. Keyin mana shu yerda aytib o'tishim kerak, mana bu fabrikamiz tikuv sexi 2020-yilda shu yerda ishlatganmiz. Baxtsiz hodisa oqibatida yonib ketgan. Lekin buni biz saqlab qo'yganmiz, eslatib turadi bizga. Hozirgi kundagi holatimiz bilan tanishib o'tdingiz, endi 5 yildan keyin bilib olasiz. Nurli videoni boshida aytib o'tgandek, bitta kuzatuvchimiz uchun maxsus sovg'a beramiz deb. Shu sovg'a nima? Fayzem kolleksiyasidan berishingiz mumkin. Faqat shuni bitta emas, 5 ta qilaylik. Ya'ni 5 ta inson yutib olishi mumkin. Shartlarini o'zingiz aytasiz faqat. Bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, bir emas naqd 5 ta sovg'a ajratildi. Bu sovg'alarni yutib olish sharti juda ham oddiy. Ushbu video ostida izoh yozing va izohlar ichida 5 ta eng samimiy va chiroyli yozilgan izohlarni tanlab olamiz va ularga Fayzem Tekstilning yangi kolleksiyasidagi mahsulotlardan maxsus sovg'alarni taqdim etamiz. Shuning uchun izoh yozing, like bosing va Fayzem Tekstilning YouTube'dagi sahifasiga obuna bo'lishni unutmang.